bu videoda arzon narxda xonadoniga o'zi telefon qilmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yiladi. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Biz sizlar uchun foydali bo'ladi degan maqsadda bir narsani o'yladik. Nima desanglar, o'zingizlar xonadoningizda uy sharoitida telefon qilsanglar bo'ladi, juda ham oson. Faqat bu videomiz bir kunda 1000 ta prosmotr bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa eng oddiy fasollardan boshlab sizlarga qo'ldan kelgancha telefonni qanday noldan boshlab qanday qilinishini xudo xolasa harakat qilamiz o'rgatishga. Xo'p, navbatdagi telefon xizmatimiz mana bo'ldi. Xudo xolasa juda ham go'zal qilib yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xo'p, bu fasonimiz qanday fason deyiladi? Qadrdonim, bu fasonimiz hovuzlik, chekalari ko'bra fason deyiladi. Darvozaxonamizga ko'rib turibsizlar do'stlar, darvozaxonamizning chekalarini eni 56lik kaseta hamda yonida 4lik palasa lentalari bilan hovuz qilganmiz do'stlar. Hovuzimiz juda ham chiroyli holatda chiqqan. Endi bu shapkalarimizni ko'rsanglar, hozirgi paytda eng ommabop qilinayotgan fasonlardan bo'lib turibdi. Kobra fasonimiz. Endi buni 36lik qilganmiz. Sababi do'stlar, qancha shapkangizni eni kattalashgan sari xuddi shunaqa 36lik fasonlar qilsak, xudo xohlasa juda ham baquvvat telefon bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, sizlarga ham shunaqa telefon qilish qiziqmi? Uy sharoitida qilmoqchimisizlar? Albatta kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib ketinglar, xudo xohlasa. Prosmotrlarimiz ko'p bo'lsa, kommentariyalarimiz ko'p bo'lsa, xudo xohlasa sizlarga shu oddiy telefonlar qanday qilinadi uy sharoitida xudo xohlasa o'rgatishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.